Do'stlar, bugungi UFC turniridan so'ng Ian Geri va Hamzat Chimayev janjallashib ketishdi. Marhamat, ekraningizda nima bo'lganini ko'rishingiz mumkin. Tabriklayman, ey! Tayyormisan? Yo'q, men unga tegmayman. Nima bo'lyapti? Nima? Og'zingni yop, seni do'sting emasman. Hoy yigitlar, o'zingizni bosing, bo'ldi. Xezalak. Nima xohlayapsan? Do'stingning g'alabasini ko'ra olmayapsanmi, a? Ey, tarama, xezalak, ko'p gapirma. Bo'ldi, hammasi yaxshi. Arman, seni tabriklayman. Bu nima sababdan yuzaga kelganini Hamzat Chimayev tushuntirib berdi. Uning gaplari: hech kimni ortidan urma. U kelib meni belim va yelkamga qo'li bilan urib qo'ydi. Agar hurmatda bo'lishni xohlasang, o'zing ham hurmat qilishni bil. U shunchaki meni oldimga hayb qilish uchun keldi. Bilasizlarmi nima? U o'zidan Conor McGregor yasab olyapti. Ammo hech qachon Conor McGregordek bo'la olmaydi. Do'stlar, mehnatimiz uchun va eng so'nggi MMA yangiliklari uchun videoga like bosib, bizga obuna bo'ling. Hozirda Ian Geri dagestonliklar ustidan kulib gapirdi va buni o'zbek tiliga tarjima qilmoqdaman. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun bizga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha, tez orada yangi video chiqadi. Tayyor turing. Sizdan maksimal aktivlikni qolaman.